Qiyomat alomatlaridan yana bittasi yer qimillash ko'payib ketar ekan. Har joyda yer qimillaverar ekan. Birodarlar, sarvari olam zamonalarida, undan oldin zamonlarda 500 yilda, 1000 yilda bir yer qimillab qo'yar ekan. Bizda bitta asrni o'zida nechmatadan qimillayapti. Bitta emas, boshqa joylarda bo'lsa ham har xil. Bular ham sekin-asta oxir zamonning alomatida zilzilalar, ofatlar, yozni chillasida paldir qilib momaqaldiroq qorlarni kelib qolishi, yoz qish eng chillasida oftob chiqib, bular ham o'ziga yarasha mana shunday bir qiyomatning alomatlari bo'ladi, birodar azizlar. Yana aytib qo'yiladiki, nimaga ob-havo bunaqa bo'ldi desa, bittasi chiqib sharhlayapti. Unday edi, bunday edi. Namoz o'qib istig'for yo'q. Tavba tazarru yo'q. Insof yo'q. Hayo yo'q. Oqibat yo'q. Mehr shafqat yo'q. Fi sabilillah odamzod bir-biriga yaxshilik qilish yo'q. Niyat, uni aldasam, buni bunday qilsam, unday qilsam, birovni ziyoniga foyda ko'rsam, 70-80% insonning niyati shu. Endi Xudo o'zi kechirsin, fe'li xulqimizga yarasha oxir zamonga qarab ketyapmiz alomatlarini ko'rib.